Qadrdonlar, assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 20-fevral sanasi, ya'ni ro'zaning 2-kuni. Hammaga juma muborak bo'lsin. Xo'sh, mana inshonni taniganlar bormi? Ha, ana kondan eri. Qandaysiz aka? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sog' salomat bormisizlar? Barchaga juma muborak bo'lsin. Ramazon hayitining 2-kuni barchamizga muborak bo'lsin. Xo'sh, qadrdonlar, endi bir yangilik bor. Va akamiz bilan mana 5 yildan beri qadrdon aka-uka bo'lib qoldik. Xudo xolisa mana 2 yil oldinmi, 3 yilmidi? 2 yil oldin. 2 yil oldin qaynota bilan bir kelishib uy olib uylantirish niyat bor edi. Uyda dogovor qildik. Akamiz 13 ming dollar degan uyda internetga qo'ygandan keyin videoni orqasidan telefon qilib 15 mingdan kam yo'q degan uchun videoni o'chirganmiz. Ha. Qaynotaning hayotini haqida ko'pchilik bilsa kerak. Nima ish qilishini ham, boshqasini ham hamma bilsa kerak. Endi akalar mana ro'za Ramazon oyi kirib keldi. Birgalikda bir qaynotaga bir 2 xonali vremyaka quryapmiz. Ehsonga qo'shiladiganlar bo'lsa, mana ekranda karta nomerlarim. Agar kelib kimdir yordam qilmoqchi bo'lsa 95lik 088 elektronik nomerim. Faqat men ertalab soat 7 dan ishga kirib ketaman, kechki soat 4 gacha, 16:00 gacha ishdan keyin chiqaman-da. O'shani hisobga olib telefon qiling iltimos, chunki bozor kuni uydaman, lekin men ham bozor kuni kelaman shunda. Ehsonga qo'shiladigan akalar bo'lsa, qo'shilinglar. Xudo xolisa mana bunga o'xshagan xuddi mana shunaqa 2 xonali vremyaka solamiz mana qaynotaga. Jab borsa 30 ta shipir ketadi, adashmasam qaynota. 30 ta shipir ketib qoladi, 30 ta shipir ketib qoladi. Xullas, ehsonga qo'shadigan akalar, aka-ukalar bo'lsa qo'shilinglar. Biz qaynotaga uy qurishni boshladik va uylanamiz. Xudo xolisa. Alloh nasib qilsa. Alloh nasib qilsa, xudo xolisa. Salomat bo'linglar akalar. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bir duo qiling hammaga, ehson qilganlarga. Ilohomin. Ehson qilganlar hammasi topganlariga baraka bersin, topganlari yaxshi kunlariga bersin, qo'shganlari bilan qo'sha qarisin. Amin. Kelajakda nevara to'ylarini ko'rsin, chevara, evara to'ylarini ko'rsin. Hamisha qo'shganlari bilan qo'sha qarib baxtli taqdir bo'lsin. Allohu akbar.